Hammaga salom. Mana endi Chess.com'ni qanaqa qilib Windows 11 da kompyuter va noutbukka ko'chirishni ko'ramiz. Buning uchun biz chess.com deb yozib, mana birinchi turgan silkaga kirib, mana kirgan joyimizda bu ko'chiriladigan programmasi ham bor va lekin uni o'rniga joy olmaydigan просто mana saytga ulab qo'yib registratsiya bo'lib mana logindan kirib qo'yganimiz yaxshiroq. O'shandan keyin biz buni olib, buni silkani olib Ctrl S keyin buni mana keyin mana bu yerda добавить sayt degan joyga kirib Ctrl V qilib добавить va operani bosamiz. Agar sizda opera bo'lsa, agar sizda Google bo'ladigan bo'lsa, unda ham shunga o'xshash chess.com deb yozamiz. Kiramiz. Yozamiz Ctrl S. Keyin bunda ham plus. Keyin unda keyin yana добавить qiladigan joyi hozir. Добавить zakladku pastda. Keyin o'sha yerga Ctrl V qilib Enter bossak pastda paydo bo'ladi. Agar Yandex bo'ladigan bo'lsa, yo Yandexda ham Yandex bilan Google'da shunaqa qilinadi. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang.